bo'y plan bo'yicha ketmadi-ku, lekin yutganimdan xursandman. Plan bo'yicha deganimiz Jon Koch trenerim plan bo'yicha distansiyada shu full worklarda ikkita 3ta udarlarda aytdi, lekin bo'yda birinchi raundda udar bo'y o'zgarib ketdi, shuning uchun plan bo'yicha ketmadi. Lekin 3 raund bo'lsa ham plan bo'yicha ketganda bu boshqa edi. Birinchi udishashida shu momentida udishashiga tushdi, lekin erta harakat qildi, keyin vaziyat to'g'riladi-da. Yo'q, surpriz bo'lmadi. Faqat shu bo'yda qabul qilganimdan beri shu bitta udarni ko'rgan edim. Bilmayman, yana shu udarga to'g'ri kelib tushib qoldi. Boshqa surpriz ko'rmadim. Lekin udarlarimni ko'tardi. Bu Nikelni bo'ylarini oldindan ko'rib yurardim. To'g'ri zo'r kurashchi, zo'r wrestlingchi, lekin bu bo'yda MMA sportida men qandaydir oson jangda bo'ylayman. Endi oson deganim birpasda yutaman degani emas, lekin oson menga qulay raqib deb o'ylayman. Oxirgi bo'yda yutqizdi, to'g'ri, lekin agar o'zi men to'pda emasman, u to'pda. Yutgan bo'lganda menga u bilan bo'y bermasdi. Hozir u ham to'pdan chiqib ketgan, men ham to'pga yaqinman. Shuning uchun bo'y berib qolishi mumkin deb o'yladim. Hozir endi uyga qaytib ozgina kichkina mayda travmachalar bor, shu travmalarni tuzatib, trenerlarim bilan maslahatlashib, menejerlarim doim yaxshi bo'ylar uyushtirgan, xudo xolasa bundan keyin ham ko'ramiz. Iloji boricha tezroq qaytishga harakat qilaman. Bu bizni O'zbekiston do'ppimiz, natsionalniy do'ppi. Michael Bispingga birinchi marta Atlantic Cityda shu boshga kiydirgan edim. O'zbekistonda populyarniy bo'lib ketgan, hamma o'zi ham saytiga qo'ygan, kommentariyalar portlagan. Hozir yana do'ppini olib chiqib shu niyat qilib qo'ydim. Boshga kiydirdim, o'zi ham xursand bo'ldi, biz ham xursand bo'ldik. Assalomu alaykum O'zbekiston, Centralniy Aziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston. Qo'llab-quvvatlab turganlarga, hammanglarga rahmat. Doim UFC Russia post qo'ysa, kommentariyalar, layklar portlaydi. Bundan keyin ham shunaqa qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. O'zimiz ham bunaqa padeshkani ko'rib, yana ham oldiga yurishga harakat qilamiz. Rahmat katta. Olg'a O'zbekiston.